Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugun jar ko'p qilamiz sizlar bilan. Morosilkamizdan qo'y go'shti chiqib qoldi. Shuning uchun men 2 xil go'shtdan foydalandim. Qo'y go'shti bilan mol go'shtidan. Farzandlarim qo'y go'shtini uncha yoqtirishmaydi. Shuning uchun ular uchun mol go'shtidan soldim. Piyozlarni ozgina qizartirib olib, keyin ketidan go'shtlarimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Buni orasida yaxshilab qovurilguncha boshqa ishlarimizni qilib turamiz. Ya'ni har bitta tushgan idishlarimizni bitta-bittada yuvib turamiz. Ovqatimizni qotganimiz jarayonida shunda idishlar tog' bo'lib ko'payib ketib qolmaydi ovqatdan keyin. Men shunaqa qilaman, orada yuvib turaman. Hamma masalliqlarni sovoldim, kartoshka, pereslar, chesnok hammasini ovqatimiz qaynab chiqqandan keyin ko'pigini olamiz. Mana ko'pigini oldim. Keyin men har doim ovqatimizga kashnish sovoraman. Rangi chiroyli bo'lib, tiniq bo'lib chiqadi. Birozdan keyin olib tashlayman. Ranglari tiniq bo'lib, chiroyli bo'lgandan keyin ovqatimizni uzoq qaynatdim. Mana ko'rib turibsizlar, ovqatimiz ancha qaynab, ranglari ham chiroyli bo'ldi. Buni orasida o'g'lim aylantirgani olib chiqib keldik. Прогулка bo'ldi bizada. Ko'cha sal salqiroq ekan, прохладный ekan. Men sal yubqa kiyintirib qo'yibman, lekin necha aylanib keldik. Buni orasida ovqatimiz ham pishib, ujin qilib oldik. Hammaga yoqimli ishtaha.